Hurmatli hamkasblar, keyingi modelimiz 28 kilovatli. 28 kilovatli. Bu ham usiliner qildirdik buni. Xo'p, birinchisi o'zi ko'rinishi premium class, touch screen monitor, albatta Wi-Fi bor. Telefon orqali boshqarsa bo'ladi. Keyin bunda ham дополнительный izolyatsiyalar, shum izolyatsiyalar qilingan. Teplоизоляtsiyalar qilingan orasida yana. Keyin вторичный теплообменnikiga e'tibor berasizlar. Bitta ko'rinyaptimi yo'qmi? O'zini mощностьidan 30% kuchliroq teplообменник qo'yilgan. Sababiki issiq suvdan foydalanganda issiq suvda перепад bo'lmasligi, более stabilniroq issiq suv kelishi uchun mana bu yerga усиленный вторичный теплообменник qo'ydirdik. Первичныйni ham bu o'zi 28 kilovat bo'lgani bilan, lekin 32 kilovatli teplообменник qo'ydirganmiz. O'ziga nisbatan 10-15% ga усиленныйroq qo'ydirdik. Hop, bunda ham трехслойный izolyatsiya. O'sha mana bu birinchisi, mana bunisi ikkinchisi. Mana bunda ham o'sha alyuminli zarli teplоизоляtsiya qilingan. Va oxirgisi mana ustidan bu уже шумоизоляtsiya. Juda ham chiroyli ishlangan model, baquvvat ishlangan. O'zi razmerlari ham katta, o'zi og'ir. 28 kilovatli. Juda ham chiroyli ishlangan model. Ma'lumot o'rinda qabul qilasizlar. Savdoyinglar barakali bo'lsin.